Men kimman? Maqtamasdan gapiring. Maqtamayman. To'g'risi, men agarda shunaqa odamman, odamni qanaqaligini yuzidan ko'rishni bilaman. O'shuning uchun men sizga aytdim, Avazbek, aloqani uzmang, gaplashib turaylik, siqilib qoldingiz. Hal qilamiz, Avazbek. Men boraman dedim. O'rnimdan sakrab turib ketdim-da, shunasini. Siz haqingizda yozilgan narsalarni ko'rib, $40,000 degan narsani qayerdan olishdi? Yugurib chiqdim uyimdan bor. Sakrab bordim, o'rnimda bunaqa tuhmat qayerda bor, ko'zim bilan ko'rib turdim. Hamma yo'qni ko'rib bilib turgan odamni men chidolmadim-da, shuning uchun men aytdim-ku, mashakka kelib o'tirib, piyoda uyimga borib, erimga tashab ketdim-da chekka. Piyoda uyimga borib sizga uzmadim aloqani. Davay dedim, pasulga boraylik deb aytdimmi? Bordingmi? Xulamadim. Men bosh kungacha ham hali uyqum kelmasa kerak bu narsa hal bo'lmaganigacha. Lekinchi Allohga soldim. Biz urmaylik, bu haromlarni biz urmaylik. Bo'ptimi? Yozma ustidan. Yozma. Alloh uradi, ishon. Ha? Zotigacha qo'shib urib qo'yadi Alloh. Tushundingmi? Mana hozir men ko'p narsani hozir Melisaxonada eshitdim-da. Sendan aşk qizning istoriyasini so'radimmi, bola? So'radimmi? Bitta ikkitasini aytding, o'chir, og'zingni yop. Menga ham aytma dedimmi? Menga ham aytmadi, qulog'imni bekitib oldim bunday qilib. Manu gapiryapti-da, Nozima haqida bunday qilib oldim. Menga gapirib qo'ymagin dedim. To'g'rimi? Hozir mana Melisaga eshitib gapirayotganingda-chi, rost gapir, hammasini gapir dedi. O'shanda ham ozginasini eshitdim-da. Va Allohning adolatiga tan berdim deyordim. Borku tan berdim. O'zi tarbiya bera olmagan, yana butun O'zbekistonning miyasini gangitib o'tiribdi. Ve tarbiya ber oldin o'sha qizingga.